La ilaha illallohul malikul haqqul mubinni 100 dona o'qib qo'ysangiz har kuni deyaptilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Birinchi navbatda sizni muhtojlikdan, qiyinchilikdan, xorlikdan Alloh eminda qiladi, xotirjam qilib qo'yadi. Xor emas, muhtoj emas, Xudo sizga kerakli vaqtida Xudo sizga yetkazib turadi. Boy badavlat bo'lib o'zingizni yo'qotib qo'ymaydigan darajada bo'lmaysiz ham sizga nima ehtiyojingiz bor? Har kuni aytib qo'yapsiz, Alloh sizga yetkazaveradi. O'ylamagan joyingizdan shu ishingiz bitib ketaveradi. Nimaga? La ilaha illallohul malikul haqqul mubinni 100 ta aytib qo'yapsiz. Va min vahshatil qabr debdilar. Qabrdagi dahshat, qabrdagi azobdan Alloh uni xotirjam qilib qo'yadi. Bizga ash kerak o'zi asli. Biz ertaga kun kelib Xudoning oldiga boradigan odamlar o'tiribmiz. Hech kim eng yaqinimiz ham tashlab, o'g'limiz ham tashlab ketadi. Qoling endi dada mashida deydi. Ana ash kuni La ilaha illallohul malikul haqqul mubinni aytib qo'ygan odam inshaallohu va robbil izza Xudoning huzurida azob bo'lmas ekan.